Kelinim somallab qopti, doringiz bormi? Menda dori yo'q-da. Voy. Unda dorixonaga borib dori olib kela qolay. Shoshmang, shoshmang. Shunga shunchami? Sal narsaga yugurib dorixonaga boraverish kerak emas. Keliningiz hali yosh bo'lsa, organizm yosh, immuniteti kuchli. Sal unda tabiiy yo'l bilan davolasangiz ham o'ziga kelib ketadi oyoqqa turib. Ertaga farzand ko'rish kerak hali. Sal narsaga dori beraversanglar bo'lmaydi-da bunaqasi. Endi boshqa ilojimiz yo'q-da, nima qilay? Hozir men sizga limon olib chiqaman. Ana o'shani choyga solib berasiz. Otdek bo'lib ketadi. Aytganingiz kelsin. Ha, bo'pti, berib turing bo'lmasa limon. Hozir. Mana. Voy, Mana. rahmat. Bo'pti, kiring. Bo'pti. Uyga. Uyga kirsangiz bo'lardi, o'tirib Xudo xohlasa, gaplash. kelin tuzalib ketsin. Ha, bo'pti. Bir o'tirgan chiqaman. Hop. Voy, shu bitta kelin uchun dori so'rab yugurib chiqqanini qarang. Kelin. Bugun o'rningizdan turasizmi yo yotaverasizmi? Oyijon, uzr. Mazam bo'lmayapti. Hamma yog'im qaqshab og'riyapti, oyijon. Shunga o'ranib yotaydigandim ozgina. Ha, boya limon choy ichirdim-ku. Hali yoshsiz, namuncha vahima qilasiz. Odam kasalman desa kasal bo'lib yotaveradi. Oyijon, sovqotib ketdim-da, nima qilay? Undan ko'ra turing, yuz qo'lingizni yuving-da, yana limon choy ichib oling. Oyijon, limon choy menga ta'sir qilmayapti. Dori bo'lsa yaxshi bo'lardi. Voy bolam, dori jigarga zarar. Foydasidan ko'p zarar. Aylanib ketay. Yosh narsa doriga o'rganib qolasiz. Turing, yuzingizni yuvib, yana bitta limon choy ichib oling, yaxshi bo'lib ketasiz. Turing.